umumiy bosib o'tilgan yo'lni umumiy harakatlanish vaqtiga nisbati o'rtacha tezlik deyiladi. O'rtacha tezlik deyiladi. O'rtacha tezlik. Endi bu gaplarni faqat eshitamiz. Buni bitta holatni ko'rib beraman, keyin o'zlashtirib olasiz. 22 ta masala bergan bo'lsa, ro'molga 15 ta xona yo'q. Holat eshitib Biraz har bitta masalaga bizdan qo'lga chiqarish. Endi eshit. Bizlar o'rtacha tezligini va o'rtacha tartibdan ham ma'lum. Tez umumiy maqsad tez umumiy bo'lishi mumkin. S1, S2, S3, S4. Bugun sarflangan ma'lumotlar mos holda turadi. Bo'ladim. Mana shu bo'ldi o'rtacha tez. Bu o'rtacha tezlikning asosiy ifodasi. Endi dastlabki xususiy holatlarga kelamiz. Yo'llar teng ikkiga bo'linganda o'rtacha yo'llar teng ikkiga bo'linyapti. Kim hal deydi faqat? Vaqtning degani? Yo'q. Vaqtning demagani uchun vaqtni demak biza ikkiga bo'linyapti. Men nima xulosa qilamanki, mana bu umumiy yo'limni 2s deb olsam, birinchi yarmi bo'ladi s, ikkinchi yarmi bo'ladi s. Bunga sarflangan vaqt mana bu dastlabkisiga sarflanganini deydi qanday bo'lib ikkinchisi esa t. Dastlabki s masofani u v1 tezlik bilan bosib o'tyapti. Qolganini esa z bilan bosib o'tyapti. To'g'rimi? Ketdik. Menda o'rtacha tezligini va o'rtacha teng Prador yozib ketdik. 2s taqsim t+dan t. Bo'ladi. 2s umumiy yo'l, t+2 esa birinchi ikkinchi harakatlanish shartlari. 2s taqsim t1. T1 deganimiz odamlar bo'ladi, masofani tezlikka nisbat bo'lsa, bu yurgan yo'l s tezligi bir. S taqsim v. Bu esa s taqsim v2. Xo'p, har bitta vaqtni alohida qoldim. Shunda s taqsim v1dan s taqsim v2 bo'lyapti. Suratdan slar taqsimini chiqarib olsam, bu suratdan hisob etadi. Shunda 2 taqsim. Endi bunga mahal bersam z2 dan, bunga esa z1 dan bo'ladi. Nerede qolyapgan? Z1dan z2 taqsim mahal ikkita o'rtacha bu yo'llar teng ikkiga bo'linganda bu. Teng 3 ga bo'linsa bu yana ketaveradi. Va 3. Yo'llar teng 3 ga bo'linganini ko'ramiz. Yo'llar teng 3 ga bo'linsa. Endi bunda sal vahim bo'lib ketib qoladi, sabab 3 tali manhaj olish qonun bo'ladi. Bir o'rtacha. Umumiy yo'lda 3s bo'lgan odamlar, sabab bo'lish yo'q bo'ladi. 3s taqsim men 3 bo'ldi. Hammasidan buni bosib o'tyapti. Bir vaqtda bir tezlikdan, tek vaqtda bir tezlikdan, 3 vaqtda 3s taqsim t+dan t +dan t bo'lyapti. Hop, to'g'ri. Surat 3s. T1 degani s taqsim s tashqari chiqarsam, t1 ga bosib ketadi. Umumiy mahraj bersam v2 va 3 dan umumiy mahraj 3 ketmas bo'ladi. Mana bunga v1 ga yetmayapti. v2 va 3. v2 va 3. Bunga bu deb aytib bo'ladi. 3 v1 v2 v3 taqsim
V1 plus V1 plyusdan emas. Plyusdan V1 V3 V1 V2 bu yo'llar teng 3 ga bo'linganda yo'l tashlaysiz. To'g'ri shart. 3 ta V1 V2 V3 taqsim V1 V2 V1 V3 V2 V3 yo'llar teng 3 ga bo'linganda o'rtacha. Endi bizga aytadi. Yo'lni 3 dan 1 qismini B1 bilan 3 dan 2 qoladi. 3 dan 2 ni bir kilometrga o'rtasida qanday bo'ladi? Endi yana nima qolaman? 3 qoladi. Yo'lchi so'tan. Demak, yo'lni 3 dan 1 qismini B1 qolganini tezlik bilan o'tsa ve o'rtacha. Sudah pakai kan? Ini file channel dulu. Asal dia kan no scene lah. Scene right tu. Mana tu? Ini file sini. Fikri yani o yig'ib olish. Baş şekilde çok olsa gerek yok. Çok da degani çok da. 900 belga yaqin yaxshi naqa. Ben ana bölüş oson bo'lishi onalar. 3 millionni 3 deb olsam. 3 3dan 1 S olgani S bo'ladi. Demak 3dan 1 mana S deb olsa o'tsin D tezlik bilan buni rad qilamiz. Buni hisoblab ketdik demak ve o'rtacha 3s taqsim tepa plyusda ko'lam T1ga S taqsim 2s taqsim 2s taqsim T2 Eslar ketadi. bunga Z işte bunga bitta. demak bu tepadan tepasiga to'g'radi 3 ta V1 V2 bo'lib taqsim V2 plyus V1 ve o'rtacha teng V1 V2 taqsim V2 plyusdan bo'ladi. Endi navrotni berib qo'yadi-da. Yo'lni dastlab 3 dan 2 qismini V1, qolganini V2 bilan tutamiz. Mana bu dastlabki 2s V1 bilan qolgan s-ni V2 bilan bosib qo'yadi. Bunda mana bu narsa o'zgarib qoladi. 2 ni 2 ming o'tib qoladi. Chunki bu 2s taqsim V1, s taqsim V2 bo'ladi. 2 ming o'tib qoladi. Bag'rajda o'rnalash bo'ladimi? O'rnalashmaydi. Ikkisida bo'lib qoladi. 2 va 2 o'tadi. Agar yo'lni 3 dan 2 qismini qilib qolgani V2 bilan o'tirsam faqat ikkini o'zlashib qoladi. Yo'lni qo'yib, bo'ling 3 V1 taqsim hop V2 plyusdan bularni qanday bo'lmoqchi? Bu faqat biz yo'llarni bo'lganini ko'rdik. Yo'llarni bo'lingan holga ketgan men vaqtlar bermagan, faqat vaqtlarni bordim. Chashlashadim xolos. Endi vaqt bermasin. Harakatlanish vaqtini 3 dan 1, 4 dan 1 yozsam qanchalik yarmidagi o'rta hisobini olamiz. Endi biz vaqtdan ketaylik. Xo'p. Harakat. Vaqt.
Harakatlanish vaqtini birinchi yarim va ikkinchi yarim deyapti. Ya'ni vaqtni ikki bo'lib bo'lyapman. O'sha harakatlanish vaqti. Demak, mana menda umumiy harakatlanish vaqti menda 2 ta edi. 2 bo'lib olish uchun 2 ta bor. Yarim harakatlanish vaqti t, qolgani ham t bo'ladi. Endi bunda bosib o'tyapman hali bir s yo'q, bilmayman, chunki bunda tezlikda bir. Qolgan qismi s2 ni bosib o'tyapti-kan, va 2 tezlik. Tamam. Mana biz o'ylayapmiz, v o'rtacha s umumiy taqsim s umumiy endi s bilan s bosib o'tyapti. s1 plyusdan lekin t umumiy bor. Endi s haqida gap yo'qda, faqat vaqt bo'lingan. S ni yo'l boramiz, tekis harakat. Bilasizda. Og'ay nima qilamiz, tekis harakat yo'l bo'lmasin? Tekis harakat yo'l bo'lmasin qanaqa? Bir taqsim Yo'l topishni nima qilamiz? testdan bir taqsim t. Tabarki bajargan tabarkimizdan, bajargan. Tabarkiga o'tib bo'ladi. Ikkovi ham t. Taqsim Tera Evet. chiqadi. ve o'rtacha. Tercüme orta aritmetik yapalım. Demek endi teng 3'e bölünseç. Harakat. Sho'rlansa sho'rlar bitmay yo'llar. Bu taqsim cho'p oladi. Shu cho'p. Ve o'rtacha. Endi belki S3 ham qo'shiladi. S3 qo'shgandan keyin S3 men V3 T3 bo'lsam, keyin mana 3 ta bo'laman. Shundan yana qoladi. Bir plusdan B2, plusdan 3 taqsim o'shagan. 3. Demak, biz bundan xulosa qilsak bo'laveradiki, agar harakatlanish vaqti teng bir xil bo'lgan n ta bo'lakka bo'linsa, bu o'sha tezliklar uchun o'rtacha, ya'ni o'rta arifmetika bo'ladi. Faqat teng bo'linsa xolos. Naqar qismli qilib bo'linsa bo'lmaydi. Qachonki harakatlanish vaqtlari teng ixtiyoriy n taqsimga bo'linsa, v n taqsim n bo'ladi. Buni endi yozib qo'yish kerak. Olik bilan Ko'p kerak etsa, so'qat uxlamasdan. Buni yozib olaylik. Sirliga qo'yib. Ya salatini bilamizmi? Aylanib yurib. Birinchi qaraydi. Avtomobil yo'lini birinchi yarmini 25 bilan, ikkinchi yarmini 75 bilan o'tsa, o'rtacha tezligi qancha bo'ladi? O'rtacha tezlik qanchadan topamiz? Demak, haliga yozgan ifodamizni qo'yib ko'rsak bo'ldi. Ya'ni 2 o'rtacha. 2 taqsim va 2. 2 kere 25 kere 75. Yig'indisi 100. Ha. 4 A. En yüksek çıkan 6 idi. 6'dan nima bor? Uchdan bir qismi 18 tezlikda, qolgan qismi 72 Ha, tezlikda. uni ko'rdik. 3dan 1 deganda birinchi keyin nima qildik? Biz kelganda 1 2 o'rtacha teng 3dan 1 taqsim Va 1 plus va 2. kimda aytdikki? 2 da. Va 2'da. 2'dagi. Necha so'rayapti? 3 ko'p aytdim. 18 bilan 72. 18 va 2 taqsim. Birinchi 18 ekan, 18 ni to'la. O'zi kamida topdi. 1 18 kere 72. taqsim 1 ga 18. O ana 1 da, 1 da ekan. 72 ni. Ikkitaliga va biridan. Tamam. Kaç böyle olabilir ben için? 72. Koca mesela 108. 3 kere 18 kere 70 taqsim 100. 3 ga qisqarib. 3 ga qisqaradi. 36. 36. 36 chiqadi. Saydı. 9'da. Birincisi 9. 9'a ne var?
uchdan ikki 10 tezlik bilan qolgan qismi bilan 20 tezlik bor. uchdan ikkisi. qismi bunga yordam olib qo'yamiz. 2 va 2 va 2 va Va ikki o'rni almashadi. Ikkita o'qib Barchaga solib berib 10 20 ekan. Va o'rtacha, demak, 3 da 1 2 taqsim, 1 Ikki va ikki. 2. 30. Bu 50. Bu bilan bu ketsa 5 qoldi pastda. 5 qoladi. 5 bilan kelsa 2. 2. Yo'q. Onlar qoldi. Keyingisi 11. Vaqtning 3dan ikki o'q. Endi V2'da. Ben şeyle fotoğrafladık. Rahman 3'ten kısmı dedi bunun var. 3'te. Birinci 3'ten kısmı gitti. Organize. Sıfır. Dersler kısmını bölüldük. Organize 2'de tuttu. Hayır. Ve orada şariyana Esra bir ses gitti. Dersler kaldığı yol. Zırtı bulalım. 2 zırtı. Üstten 2 zırtı. Taksim 3'tü. Tamam. Ne laksa laksa. Koçtan. To'rva taqsim 3. D. Bu mana formulasi hep chiqadi. Faqat D degani. Shuni g'alada yana qo'yamiz. 18-si. Oltliq birinchi qismini kelamni chizib olaylik. Sizlarga maslahat chizib oladi. Dastlabki qanchasi? 40 minutda 5 kilometr. 5 kilometr. O'qda S1 5 kilometr yo'l bor. 1 soatda 10 kilometr. 10 Evet, tezliği bilan. 1 soat 10 tezlik bilan yurdi. O'zi 10 tezlik bilan 1 soat yursa qancha yuradi? 6 kilometr. Evet. 10 kilometr soat degani soatga 10 km yuradigani 1 soat 10 km yuradi. Lekin 60 minut. To'g'rimi? Qancha nima yapti? Oltning butun yo'lda o'rtacha bo'ldi. Zo'r o'rtacha. O'xshiyor. 15 kilometr. Taqsim. Plus qismlarning 90 kilometrga tushsam 5 taqsim 3. 5 taqsim 3 soat bo'ladi. oldan qo'yam. Sizlar nima so'rayapti ko'rdingmi? Metr sekund. Bo'ldi, to'g'ri ketyapsiz. 3 ta ketsa 3 ta ketdi. 3 ga ketsa bitta qoladi, 2 ta bitta qoladi. 3. 5. 5 taqsim 2. Javob. To'g'ri. To'g'ri. Boshqa O'ziga yetadi. qani endi shularchi? Bo'ldi. 20 alaniki x sekundda chiqdi, 3 ta o'tdi. 20 chiqib 23 ta 40 yo'lda o'tamiz. Chiqish 2, tushki 2, jami 4. 40 ta yo'lgacha. Hop, birinchi yarmi 20 sekundda, ikkinchi yarmi 10 sekund o'tgan bo'lsa, uning o'rtacha tezligi toping, yo'l 200 qo'ying. Voy. Hop, shu yo'l 240, 20 yu 10, 249 bo'lsam, 24 taqsim 3, 8 bo'lar. Sajov. Oson ekan, noqonadi. Yo'q, qo'shimchasiga chiqaradi. Qo'ldan chiqarasiz. O'rtacha. Ana kinoashlaydi yo'q. Buni ishlab ko'ramiz. Ya'ni kinoashlar bor o'zi bilan masalan, cho'tkilarga. Demak, bu mavzu sizlarga bitta vazifa bo'ldi. Endi bundan chiqamizda ayni fizikada video buni chiqarib berib, bu mana nimada ham qo'shimchalar tushib ketadi. Hayır. Mavzuni bilganligimiz uchun faqat o'rgatib beraman. Oydagi tajribada jism 10 tezlik bilan tik holga otildi. Yuqoriga chiqadi. Qancha vaqtning tezligi -1 bo'ladi. -1 bo'lgan nima degani o'zi? Qaytayotgan bo'ladi. Demak, on tezligiga bir to'rt minus qo'yib beraman. Faqat pastga. Demak, teng bo'ladi. Bu 0 minusdan j tamida. -1 teng. Bu 0 nechidan so'rayapti? 5 3. 10 minusdan j 5 taqsim 3. Oyda degani 5 taqsim 3. Bu vaqt o'tsin. 5 taqsim 3'tür. 11 mi? Qo'ysa 33 taqsim 5. 35 ga o'tsa 6 sekunddan so'ng 3 pastga tushadi. Bo'ldi javob. Endi bitta oyda degan masalalarga adashmanglar. Anovi j ni 5 taqsim chop etamiz. Osh bo'lib qoldi. Ha? Ko'pida osh qo'yibdi. Hammasi yozgan. Bu 5 nima deydi? 5 mi? 5 kimga bog'lanish grafigi? X ga bog'lanish grafigi. X ga bog'lanish grafigi bir tekis oshib ketyapti. Agar parabolik olsa tezroq cho'p bo'lardi. Sekinroq cho'p bo'lardi. Lekin tekis oshgan uchun tekis qaraydi. X bo'ladi. B bo'ladi. X
x bo'ylab B. x harakat B joy. Keyingi ham shunaqa deymizmi? Bu ham x bo'ylab, chunki minus qismatdan 0 ga qarab yaqinlashyapti. Bu ham x bo'ylab x harakat. Endi yetimni qaranglar. Quyidagi jism koordinatasini vaqtli bog'liq grafik berilgan. Qaysi sohalarda jismning x bo'ylab harakatini topilyapti. Endi bu x tagi ekanda, x o'qida vaqtli bog'lanish grafigi. Birinchi harakat x bo'ylabmi qarshimi? Bo'ylab. X bo'ylab ketyapti. Ikkinchisi harakatlangani yo'q. Tekis harakatlangani x tagada. Tekis harakatlanmayapti. Uchinchisi Qarshi. x o'qiga qarshi harakat. To'rtinchisi qarshi 5 to'xtab tur. tinch turibdi. 6 bo'ylab 7 bo'ylab 8 tinch turibdi. Biza x bo'ylab harakat qilgani 1 6 7 degani a'zo degani 8. Quyidagi jism koordinatasida olib berilgan jismning ko'chini toping. Grafik x ga bog'lanishi kerak, to'g'rimi? Harakat qilib boshladi. 0 U bordi, dam oldi va qaytib keldi o'sha joyiga. Bu degani ko'chini bo'ladi. Mabodo yo'l so'raganda nima olardik? 10 metrga bordi, dam oldi, 10 qaytib keldi. Yurgan yo'li 20 oladi, lekin ko'chishiga 0. Avlar ham so'ragan. Ha, shunga o'xshaydi. 9 qaranglar, bu ham ko'chini. Ba'zida beryapti to'lqin qilib. Bu muammo emas. Ikkita bo'lgani uchun ketaveradi. Jismning ko'chi topilyapti. Harakat 0 da boshlandi, qad tugayapti? 12 da. 12 da. Harakat bosh o'rni tashlab 12 bu ko'chini qo'yadi. Yo'li deganda harakatni solib chiqadi. Endi 12 dan 1 2 3 4 5 ta bu tag mana 12. Biz arachi masalalarni ko'rganmiz, to'g'rimi? Arachi masalalarga bir nechta talabalar birini ustida turib tekis harakat qilayotgan bo'lsa, qaysi biriga nisbatan esa ularni mos hollardan qo'shib qarama-qarshi ko'rsa bo'lardi. Lekin bu yerda aytyapti. A aravani yerga chiqargan tezligi 5 ekan, unga nisbatan ustida B arachi 5 tezlanish bilan deyapti. Tezlanish bilan bir bo'ladi tezlik. Agar arachi bilan B arachi tezlanishlar qarama-qarshi bo'lganda ikkovini qo'shib ko'rardik. Birini shu ayt ko'radim. Birini shu yerda esa qo'shib ko'radim. Lekin bu yerda faqat bir dona tezlanish bor-da. B tepadagi arava tezlanish bor xolos. Endi B aravachaning yerga nisbatan tezlanishi qanday bo'ladi? Pastdagi qism tekis harakat qilyaptimi? Mana shu qism emas. Yerga nisbatan 5 kg. Pastdagi aravacha ham tezlanish uchun harakat qilganda tezlanish o'zgarishi mumkin edi, lekin pastdagi tekis harakat qilgani uchun tezlanish o'zgarmaydi. Tepadagi aravacha ham tezlanishi 5 bo'lsa, yerga nisbatan 5 ga ko'rinadi. 13 ham shu ekan. 13 endi yo'nalish o'rab bo'libdi. Demak, pastga yana tekis harakat qilgani uchun ham uch bo'ladi, ya'ni 5 bo'ladi. Xo'p. 14. Jism 50 metr tezlikda tezdan gorizontga 30 gradus miqyosida yuqoriga otildi. Buning tezligini gorizontal tashkil etish perspektividan so'ng. Gorizontal tashkil etish kim bu? X o'qida. X o'qida tezlik qanday o'zgarardi? Kosinus. Vaqtga bo'sh bog'liq. Любой paytda bir xil turadi. Tezligi 50, 30 bo'lsa, 50 ko'paytirilgan 30 da Xo'p, следующий 15 da ham shunaqa ekan. Endi vertikalda ham xuddi shu vertikalda esa minus 7 bo'lib qoladi. Buni 50 sinus 30 da 1 taqsim 2, 50 taqsim 2, 25, 7 bir karacha 10, 25 o'rnasam 15. Ajib. Endi sizlarga olimlar modul vektorlarni olib kelayotgan. Aytyapti, A va B vektorlar berilgan. Ularning modullari 11 u 6 ga teng. Bizda yig'indi S vektor toping, A vektori B vektori qo'shilgan toping deyapti. Bular javoblari qaysi birlari bo'lishi mumkin deyapti. Ya'ni ora topishimiz kerak. Endi moduldan bilamizki, nisbat chiqishi mumkin. Bu ya'ni mana moduldagi ifodalar bitta qo'shib, bitta ayirib turib, oralig'idagi ifodani olib qo'ysam bo'ladi. Bitta qo'shib bitta. Bo'ldi. Bitta qo'shsa necha bo'ladi? 17. 17. Xo'p, bitta yarsam 5. Demak, 5 u 17 oralig'ida olish mumkin xolos. 5 u 17. Ichkaridagilar. Ajobda 8, 16, 23. 8 kiradi. Xo'p, 16 kiradi. 23 kirmaydi. Ajob bo'sh yo'qmi? B'da 2 8 6 Kirmaydi. bo'sh kirmaydi. Men buni ham tashlaman. S'da 8 16 8 ham ichkarida 16 ham ichkarida. Demak, S javob. bo'ladi. D'da tashlab qo'ydik, D to'g'ri deyapti. To'g'ri kirmaydi. Bo'lgani faqat 16 yo 8 S javob bo'ladi.
17 yoshlarda. Ha, 17 aytibman-da. 17 yosh bilan birlaymiz. 17 bekir. Ayrimasi ham bitta qo'shib bitarib qo'ysa ham oraliq bor. Ya'ni necha bo'lyapti? B. B bo'ladi. Bu ham shu bilan bir. Yig'indisi ham ayrimasi ham 2 o'rnaladi. Chunki moduldan 2 xil son chiqadi-da. Tushunarmi? Shuni hisobiga bitta qo'shib bitarib oraliq qo'ysa ham muammo emas. Endi 18 masala qanday ishlash kerak? Yaxshilab eshitib turamiz. Avtomobilning birinchi tarafiga nisbatan xarid emas. Endi shu narsa bor-da. Qaysi avtomobilga nisbatan desa, o'sha avtomobilga nisbatan degan joyimiz qanday boshlanadi? Endi 0 tur bo'ladi. Bo'ladimi? Demak, avtomobilning birinchi tarafiga nisbatan deyapti, demak birinchi taraf turgan joy 0 bo'lgan. Darsga tushgan. Mana bizda birinchi taraf, to'g'rimi? Matqum bo'ldi. Problem bo'ldi. Qarorchi mana shu x o'qir ekanmish o'zicha. Bu yerda ism bor. Termasda ism yo'lda harakat ketyapti. Yo'nalish menga hozirgi paytda qorang'i. Xo'p, esinglar. Birinchi daraxtga mana bunga nisbatan olganimizda buni harakat emas. X teng. Xo'p, bo'lyapti-kan 3 plyusdan 8 ta minusdan 4 kvadratmi? Birga nisbatan deganligi uchun mana men 0 olaman. Mana shu 0 bo'lgan. Bu turgan joyi necha bo'lgan? 3 bo'lgan. 3 bo'lgan. O'zi daraxt orasi masofa 9 metr ekan. 9 bo'lsa mana 6 qolganmi? To'g'ri. Endi demak bu ikkinchi tarafdan 6 metr orqadagi. Men buni harakat turini ifodalayman. Bitta qavs olasiz. Ajoyib ekan. Biz o'ynamoqchi qolamiz. Va bu x bo'ylab harakatlarni qarshimi? Bo'ylab. X bo'ylab Sekinroq. men x bo'ylab bo'lsa butun ham ko'tarib ketyapti. Sekinroq. Harakat turi o'zgarmaydi. Ikkinchi kelib qolganimizda 8 t minusdan tayyorga turaveradi. Endi bunga qarab harakatlanib endi ikkinchiga nisbatan terma qanday bo'larsa, endi ikkinchi turgan joyni 0 olsam, bu 0 dan qancha orqada turibdi? 6 -6 chiqadi. 0 dan 6 metr orqada bo'lsa, demak bu x 0 ga olaman minusdan 6. X bo'ylabmi? Bo'ylab. Plus. Bu x ikkinchi. Ajoyib. Odamlar kim tushunmadi? Savollar bormi? Bo'lsa hozir berib. 8 qaytanga. Mana turibdi. O berilgan. Ana qarashga oldim-ku, mana jismda harakat turi bo'sh o'zgarmaydi. Faqat birinchi yoki ikkinchiga deyotganim uchun mana x nol o'zgaradi xolos. Sen x qilib chiza olsang ham bo'laveradi. Endi mana bu 3 ta turganmidi, orasida 9 edi. Bu 3 metr oldinda, chunki birinchiga nisbatan degan uchun birinchi daraxtda turgan joyini 0 nuqtada qo'yaman. Koordinata boshi, sana bosh. 3 metr oldindagi bekka olyapti 3. Endi ikkinchi daraxtga nisbatan degan uchun endi ikkinchi daraxtni sen koordinata bosh deb olsang deyapti. Harakat etma qanday bo'ladi? Ikkinchi daraxtni 0 deb olsang, bu 0 dan qancha orqada edi? 6 metr. Shuning uchun turgan o'rnini 0 dan 6 metr orqada olsa -6 kelib qoladi. X 0 -6 oladi. Mana harakat turi o'zgarib shuni tushyapti. X o'qib bo'ylab bo'lgani uchun buni oldidagi ishora plus o'qiladi, shuning uchun xavflashyapti. Bu 18. Endi 19 bizda olsak ko'p bo'lishi mumkin. Asliga tushunmaydi. Ana -6 qanday qachon plus bo'lib qoladi? Agar sekinlanib shunday bo'lyapti-yu. Yo'q, sekinlanib changa emas. Orqadayu, 0 dan orqada. Agar bu daraxtni o'ng tarafga qo'ygan, chunki mana uni 0 bo'lyapsan-da, X o'qib ketyapsiz. X o'qib nisbatan mana bu tarafga mana shu bo'lgani uchun sen daraxtdan orqada kelib turgani uchun sen orqa tarafdagi minus olyapsan. Oldiga o'tib ketganda minus bo'ladi. Mana bu daraxtga nisbatan olganda qarasang bu 3 musbat bo'lyapti. Sabab bu daraxtdan X o'qib o'tib ketgani 0 dan 6 musbatda. Ay daraxtda bag'da bo'lgan Minus 3. Endi qarang 19 da. 19 da. 5 plyusdan 6 ta. Orasi 12 bo'lyapti-kan. Bunga nisbatan 5 desa, bari qancha bo'ladi? Minus 7 bo'ladi. Ikkinchi tarafdan 7 metr orqada bo'lgani uchun minus 7 topasiz. D bo'ladi. Bejob. Harakat o'zgarmaydi. Minus 7 plyusdan 6 ta minusdan 2 ta ko'radi. D o'rgilyapti. D bo'ladi. Bor. 20. Boshlang'ich tezlikni tushayotgan esa 3-sekundda qancha o'tadi? 3-sekundagi yo'li o'zi chizib qo'yapti. Hashn teng. Buni bo'lgan uchun 7 taqsim 2. 3 ga 2. 6 dan o'tarsam 25. qancha hashinga qo'shib qo'y. Endi 3 sekund o'tgan paytda esa hashin emas u. Hashtag jet kvadrat
u bahonani so'rayapti. 5 10. Ah. 30 o'p qo'yaveradi. Mana tezlik yonida eshitib qolamiz. 3 kira 10 Keyinsan, Asgar. 27. 20 tezlikdan tik pastga, yuqori yozilganning harakat boshlab x bo'lgan paytda tezlik qanday bo'ladi? Chunki har sekundda j 10 dan kamaytirib olsa, 2 bo'lsa 2 sekund chiqadi. Bu ham maksimum yetib qo'ying. Erkin qo'yib yuborilgan jism 5 sekundda yerga tushdi. U qanday balandlikdan tushgan? J kvadrat taqsim 2. 5 kira 5 kvadrat 5. Endi javob berdi. 45 metr balandlikda erkin qo'yib yuborildi. Qancha vaqtda, qancha tezlikdan uriladi desa, erkin tashlangan jismning yerga urilish tezligi v teng. Ildizosda 2g h. 2g ga 10 h ga 45. 45 tasi 90. 30 uriladi. Dosya uch bersam o'radim. O'chiraveradi. 60 bo'ladi. Yozilgan joyi yo'q. 30 bo'ladi. 30 o'tadi, ikkinchisi ham kimyo. 6 sekund bo'ladi. 3 vaqtda bo'ladi. Ha, tez. Oson. Aql nima bor ekan? Bunda ham bor ekan. Bekda. Bo'ladi. Cho'zib tezlik. O'ntor bo'ladi. Necha 30? Rotatsiya shipyapti. Obek. Hozir ko'rdi. Ha? Qani soat? To'choningni? Do'st ko'ryaptimi? Qarab. 34. Ha? Ketirib yozsang? Yozsang? Yaxshiroq kiradi. 34. Birinchisi Birinchisi qancha qarorni? Tibir so'rayapti, to'g'rimi? Delta tibir teng. 0 taqsim g. 0 taqsim g. Delta taqsim. Plus minusmi? Plus. Delta taqsim 2. 20. 5 taqsim. 10 emas, 5 taqsim 3 oling. 5 taqsim 3. 12 bo'ladi 60. Delta necha edi? 2 var. 13. 13. Delta qoladi. 12. Birinchisi motiga 13 sekund vaqt o'tib ular ko'rishadi. 2 taqsim Endi bu mavzuni biz bilardik, yana bir eslab oldik. Ketdik. 36da. Birinchisi tezlik qanday bo'lsa va ko'rishgan tezlik. Ko'rishgan paytda birinchisini ham ikkinchisi ham tezlik bir bo'ladi. Ular g delta taqsim 2 bo'ladi. O yerda ikkinchisi tezlik bilan xuddi shunday bo'ladi, chunki ikkinchi tezlik bir bo'ladi. Ularning nisbiy tezligi deyapti. Birinchisi teng g delta. Ya'ni 2 kira g 20 falan. Endi g ni bizda 5 taqsim chiqadi. 10 taqsim 3 bo'ladi. 19. Ularni bosgan yo'llari farqi desa, yo'llar farqi bizarlikmidi? S ko'p yurgan qoladi yo'llar. G delta kvadratini 4 mi? Endi 24 beryapti. 24 kvadrat necha Obek? 5. 24 kvadrat necha? Kim aytmaydi? Bugun so'radi. Aytmadi, 10 qayta aytaman. 10 qayta daraja. 576. 576. 500. To'rtni. Qayla. To'g'ri chiziqli tekst harakat, tekst o'zgaruvchan harakat qilayotgan moddiy nuqtaning harakati jadvallab berilgan. Jadvalga asosan nuqta tezlanishni yo'nalishini aniqlang. Nuqta tezlanish yo'nalishi harakat isloqi bo'ylabmi qarshimi shuni bo'laylik. Qarshi. Vaqt 06:08:1, ya'ni 02:02:02 oshib ketyaptimi? Vaqt bir xilda ketyapti. Endi yurgan yo'lichi bir edi.
Kamayib olyapti. Nima bo'lyapti? Bu degani lekin sekinlanuvchan harakatda tezlikka tezlanish qarama qarshi. bu degani isoq bo'ylab yuradi qarshimi? Qarshi. Isoqga qarshi sekinlanishga ketib yursa nima endi tezlanish bo'ladi? Isoq bo'ylab qoladi. Shu isoqga qarshi sekinlanish olsa unga qarama qarshi. Tezlanish mayli. Bejavo. O'q bo'ylab. Shu sekinlanuvchan harakatda qarama qarshi bo'ladi. U orqaga sekinlanishga ketadi, tezlanish olmaydi. O'ta tamam. To'g'ri. Ekvator nuqtasini aylanma harakat tezligi nima deyapti? Yer radiusi shunaqa deb olinyapti. Ekvatorda tezlik biz nima olganmiz odamlar? San o'saga va ekvatordagi tezligi 2πr taqsim davr. Hop, 2π ga olamiz necha? 3. Radiusi 6400 kilom darajasi 3. Davr deyapti. Endi davr. Yerni 1 sutkaga aylanish qancha? 24 soat. Endi 24 soatimiz 3600 da. Bo'lalım. Birdan bir ikkita ketsa, ikkita ketdi. Xo'p, endi 36 bilan 60 8 ga ketsa, bu yerda 8 ta bitta qoladi. 3 ketadi. 2 Bu bilan bu 4 ga ketsa, bu yerda 2 qoladi, bu yerda 9 qoladimi? 2 2 4. Demak, va ekvatorda tezligi Yer darajasi 3. 4000 taqsim 9. 4000 taqsim 9 necha bo'ladi? O'zi 40 shu yana o'tadi yana. Davr chiqarganda 444 nimaga to'g'ri? Bu nimada? davr. Endi qaranglar. Bu sizlar bilan buni ham ko'rgan bo'lishingiz kerak. Aytish bo'yicha bu shahar bor-ku? Nurmansk. Ha, o'sha. Murmansk shahri 68 gradus shimoliy keniga joylashgan. Shu shaharni yer o'q atrofida aylana harakat tezligi nima aytay bo'ladi? Sinus 68 gradus shunaqa? Ha. Yer shunaqa. Endi ana yerda ekvatordan bir yer keniga ekan o'sha shahar. Endi aylansa kichikroq rasionalmidi? Lekin davrlar bir xil bo'ladi. Biz buni ko'rganmizki, v geografik keniga tezligi 2πr taqsim davr kara kosinus bo'lib qoladi. Chunki o'shdagi radius r kosinus bo'lgan. Bu tamam. 2π ga 3 radiusga 6410 darajasi 3 taqsim 24 kara 3600 ko'paytirilgan 375 taqsim 100. Ha? 375 taqsim 175 taqsim 10 darajasi 3 bilan ketadimi? Yaqinga